Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, bizni kuzatuvchilar. Biz Ozarbayjon Respublikasining Naftalan shahridagi mashhur Gashalta 5 yulduzli mehmonxonasi, ya'ni sanatoriyasiga yetib keldik. Naftalan shahri shu neft bilan davolash bilan dunyoda mashhur shahar hisoblanadi. Shuning uchun sayohatchilar bilan guruhli sayohat qilib mana shu joyga tashrif buyurdik. Ham dam olish, ham sayohat qilish, ham davolanish maqsadida. Men sizlarga ushbu Naftalan shahrida joylashgan mehmonxonalarni, batafsil xonalarni, licheniyalarni hammasini birma-bir tushuntirib, bitta video tayyorlashga qaror qildim va kuzatib boringlar, qo'llab-quvvatlanglar. Xudo xolasa manfaatli video bo'ladi. Sababi men bu shaharga kelishdan oldin Naftalan shahrida internetdan qidirganimda o'zbek tilida umuman ma'lumot yo'q edi. Shu sababli ushbu videoni qilishga niyat qildim. Like bosing va kerakli insonlarga jo'natib qo'ying. Bu mehmonxonaning lobby qismi. Bu tomoni reception. Bu yerda dam olib o'tiradigan joylar qilib qo'yishgan. Bu tomoniga o'tamiz. Bu tomonida bari bor. Licheniyalar oladigan tomoni shu tomonda. Salom. Mana fizioterapiya deb qo'ygan. Lekin bugun dam olish kuni yakshanba. Yakshanba kuni hech qaysi mehmonxonalarda, sanatoriyalarda licheniyalar bo'lmaydi. Mana shu kelib turib resepsiyonga qog'ozlaringizni berasiz, ma'lumotlaringizni o'zi mana xonama-xona chaqiradi. Mana shu xonalarda licheniyalar olinadi. Bu tomonda doktorlarning xonalari bor. Mana dietolog. Kim ekan bu? Mikrodalga deb qo'yibdi, manipulyatsiya xonasi. Xullas mana har xil kasalliklarni ko'radigan doktorlar xonalari joylashgan. Mana bosh hakim, glavvrach degani. Mana terapevtlar, har xil doktorlar bor, mana stomatologlar, nevropatolog, UZI bu, sterilizatsiya terapevt, fizioterapevt, kardiolog, shunaqa ingalyatsiya mana. Hamma o'ziga kerakli doktorga ko'rinaveradi. Bu mehmonxonani oshxonasi mana juda ham katta. Hozir nonushta payti. Mana ovqatlar birma-bir ko'rib chiqamiz. Manniy kashi. Shunday qilyapmiz. Sosislar. Tuxum. Tugab qopti, hozir ozgina qopti. Men. Pankeklar bor. Sirnik, mana shu juda ham shirin. Bu dietetskiy narsalar. Kekslar, shunaqangi pishiriqlar. Mana bu yerda nonlar bor endi. Baliq turibdi. Asal. Va yana shunga o'xshash murabbolar, mana smetana deymizmi, qaymoq va yana boshqa narsalar. Assortiment zo'r, xurmogacha ham bor ekan. Go'sht va sut mahsulotlari. Va bu tomonda tuxum pishirib beradi. Xohlagan narsangizni qo'shib. Mana bizning sayohatchilar nonushta qilishyapti. Biz hozir Ozarbayjonning Naftalan shahridagi 5 yulduzli eng mashhur mehmonxonalardan biri bo'lgan Chinorim mehmonxonasiga tashrif buyurdik. Bu mehmonxona 1982-yildan beri faoliyat yuritadi. 2007-2010-yillarda juda ham to'liq rekonstruksiya qilinib, juda ham katta sog'lomlashtirish markaziga aylangan. Ushbu mehmonxonaning maydoni 19 gektarga yaqin, juda ham katta yashil hududga ega, juda ham ko'p archalar va qarag'ayzorlardan tashkil topgan. Bu mehmonxona o'zbekistonlik turistlar orasida juda ham mashhur hisoblanishadi. Juda ham ko'pchilik aynan mana shu Chinor mehmonxonasini tanlaydi. Nimaga bular Chinor mehmonxonasini tanlashini hozir videoda ko'rib chiqamiz. Müalicə paketləri ən az 7 gecədən başlayır. 7 gecə qəbul edirsiniz, gəlirsiniz, həkimlərin müayinəsindən keçirsiniz. Kardiolog, nevropatolog, lor həkim, diş həkimi, ginekoloq, uroloq bunların hamısının müayinəsindən keçirsiniz. Analiz, UZI. Bunları keçəndən sonra gündə 4 prosedur olur. Onun biri Naftalan vannasıdır, 3 növdə fizioterapiya. Həmçinin oteldə hovuz, sauna, türk hamamı, fitness mərkəzi də var. Onların da istifadəsi qiymətə daxildir. Do'stlar, ayni paytda biz hozir Chinor mehmonxonasiga kirdik. Mana bu abi bilan, adi ne abi?
Nadir abi bilan polniy otelda kezamiz. Informatsiyalarni beradi. Mana biz hozir poliklinikaga kirib ketyapmiz. Bura poliklinikadır, bura kardiolog, EKG otağı, Kardiolog xonasi. stomatoloji müayinə otağı. Terapeutlarımız burada yerləşir. Terapevt. Terapeutimiz Bu- burada yerləşir. KBB nima bu? Ne? Lor. Lormi? Lor. Bəli, Ha, lor. demak bu lor ekan. Var Bu yazılır. qon olish xonasi Qon ekan. otağı, Sizlarcha analiz. analiza. Demak, bu yerda do'stlar, hozir mana juda ham ko'p doktorlarning xonalarini ko'rib chiqdik. Poliklinikada beka kelgandan keyin har doimgidek birinchi muolaja qiladi, ko'radi, analizlar tekshiradi. Undan so'ng sizning shikoyatlaringizni eshitib turib, keyin kerakli doktorlar sizga kerakli lecheniyalarni yozib beradi. Ana shu lecheniyalarni boya Ozoda xonim aytib o'tganimdek, eng kami 7 kunga kelib turib, ana shu lecheniyalarni bemalol olishingiz mumkin. Mana liftlarga, hamma foydalanadigan liftga mana живой muzikalar bo'lishi, pianinolar, plus qaysi kuni qaysi dastur bo'lishini yozib qo'yishar ekan. Endi biz hozir xonalar bilan tanishib chiqamiz. İkinci mərtəbədə ancaq standart otaqlarımız yerləşir. 19 kvadrat metr. Ha, 19 kvadrat. Bəli, Ikkinchi martaba degani, ikkinchi etaj degani. Hozir ikkinchi etajda standart xonalar bor ekan. Bitta xona 19 kvadrat metrdan iborat ekan. Lekin bitta bu joyda shu kamchiligi xonalari juda ham kichkinaligi. Men bu yerdagi turistlar bilan gaplashganimda dam olayotganlar bilan xonalarning kichkinaligidan shikoyat qilishdi. Mana shuncha xonaga kirish, kiyimlar iladigan shkafi bor bu yerda mana. Kirganimizda mana kattagina zamonaviy televizorlar. Bu yerda mana kravat, односпальный kravatlar joylashgan. Bu yerda tashqariga chiqib turib balkonlari ham bor mana. Tashqari manzaraga bu ko'cha tomonga qaragan ekan. Bu yerda холодильник ham bormi? Var, var. Choylar, tefallar обязательно bor. Холодильник bor, lekin bu yerda ichida hech narsa bo'lmaydi. Chunki bu yerda выключение gostinsalar emas. Bu yerda mana ko'rishinglar mumkin, bu dush pardali ekan. Rakvinasi biroz kichkinaroq. Bu ham demak ozgina kichkinaligi bor ekan, mana ko'rib turibsizlar. Lekin pokiza, juda ham tozalikka yaxshi e'tibor berilgan ekan. Burada seyfimiz var. Seyf bor. Mishilkalar bor, yetarli darajada. Keyingi xonaga o'tamiz. Hozir biz 3-etajga chiqdik. 4-chi, 5-etajlarda deluxe xonalar, to'g'rimi? Doğrudur, doğru. Bu deluxe xonasi 38 kvadrat metrdan iborat ekan. Mana buni xona desa bo'ladi. Agar sizlar Chinarga keladigan bo'lsalaringiz, albatta deluxe xonasini tanlashlaringizni tavsiya qilaman. Sababi mana bu xonani ko'ryapsizlar. Juda ham katta. Mana bu mebellari bor mana. Keyingina xonalar ekan. Balkoniga chiqyapmiz. Balkoni ham juda katta, stol stullar bor. Shunaqangi bir chiroyli manzaradan bahramand bo'lib tomosha qilib o'tirasizlar. Hozir bu 3-etaj, 4 va 5-etajlarga ham joylashsalaringiz, yana ham chiroyli manzaralar ko'rinadi. Har bir etajda o'zini shunaqangi zallarida dam olish joylari bor. Bemalol yaqinlaringiz bilan suhbat qurib, dam olib o'tirish imkoniyatiga egasiz. Do'stlar, men aynan mana shu mehmonxonadan boshqa joyga ketganim yo'q, lekin 6-etajga chiqib o'zimni umuman boshqa shohona, premium sanatoriyaga kelib qolgandek his qilyapman mehmonxonaga. Chunki mebellari ham tabiiy yog'ochdan ishlangan bir premium, klassik modelda ekan, juda ham chiroyli. Mana sifatini ko'ringlar. Dahshat, ayniqsa manzaralarni mana butun naftalar mana shu joydan yaqqol ko'rinib turibdi. Endi biz hozir suit xonalarga ketyapmiz. Koridordan boshlab kiramiz bu xonaga. Sababi koridorlar ham juda ham chiroyli, pokiza. 5 yulduzli mehmonxonalarda albatta gilam bo'lishi shart. Hamma joy gilam bilan to'shalgan. Bu joyda yana bitta e'tiborga olishimiz kerak bo'lgan narsa bor ekan. Mana bu kartinalarda hammasi neftdan chizilgan ekan. E'tibor beringlar. Qoyil. Mana shu otda ham chiroyli chizishgan ekan, neftdan chizilgan. Demak, bu mehmonxonaga anchagina e'tibor qaratilgan. Mana biz hozir eng katta xonaga kirdik. Bu xonaning oti nima? Suit. Suit xona. Shunchaki suit. Mana bu joyda mana kabinet bor. Chap tomonda двухспальный kravat. Mana o'zini balkoniga ega. Albatta hammasini endi chiqib ko'rishimiz shart emas. Mana televizorlar bor. Banyosu Bu tomonda mana sanuzelar. Juda ham chiroyli, keng, kattagina. Endi bunday xonalar juda ham qimmat chiqadi narxlari. Shu sababli bunaqangi katta bo'lmasa ham bo'lmaydi. Bu 4 kishilikmi? Suit xona, demak, bitta xonada двухспальный, yana bitta xonada односпальный kravat ekan. Agar 4 kishi keladigan bo'lsa, bemalol maza qilib
o'zi oilaviy keladiganlar uchun ham qulay ekan. Mana choylar bor, suvlar ko'p. Mana bu tomondan ham ko'rsatishimiz mumkin manzarani. Xo'p, demak bu xonani ham o'zini yana alohida sanuzeli bor. Kengina. Kenglikni bekarga qayta aytmayapman, sababi standart xonalar juda ham kichkina ekan. Mana bu joydagi mebellarni qaranglar, shunchaki dam olib o'tirish uchun har bitta xonaga alohida televizorlar qo'ygan. Hammasi Samsung Smart televizorlar, hammasida YouTube bor-a? Bor, bormi? YouTube bor, mavjud. Yaxshi. Mana bu tomonda nima bu? Kichkinagina rakvinasi ham bor. O'z demak qulay ekan bu ham meva-cheva yoki yana nimadir yuvib olish uchun tavsiya qilamiz. Mana shunday qimmat xonalarda yotish hammaga nasib qilsin. Mana bu ko'zaga ham e'tibor beringlar, juda qimmat bahoga o'xshab turibdi. Meni yana bitta e'tiborimni tortgan narsa mana bu soat. Station Clock Seiko kompaniyasiga tegishli ekan. Bu yerga aniq arzon narsa qo'yilmasligi sababi bu 6-etajda hamma suitxonalar, premium suitxonalar joylashgan ekan. Eng qizig'i, men hozir Prezident suitxonasini ko'rishga ketyapman. Bu Chinor mehmonxonasidagi eng qimmat xona hisoblanadi. Hozir ana shu xonani birga ko'rib chiqamiz. Baho berasizlar. Ha, bu joy mana bu xonani, Prezident suitxonasini lobbisi ekan. Bismillah. Prezident suitxonasiga kiramiz. Voy, mashaalloh. Bu qanaqangi xonaga kelib qoldim men? Dahshat. Mebellari o'zi ham bor, juda ham qimmat. Haqiqiy Prezident suitxonaga tortar ekan, sababi men boshqa mehmonxonalarda ham bunday xonalarga kirganman. Kirishda shunaqangi mana bu kartinalar ham turibdi, rasmlar. Xo'p, endi sanuzelidan boshlaymiz. Bu shunchaki mehmonlar uchun, chunki xonangizga mehmonlar ham kirib olishi mumkin, shular uchun sanuzel ekan. Bu esa shkaflari. Shkaflarning ko'pligini qarang, juda ham katta. Demak, birinchi xonadan boshlaymiz. Yotoqxona. Yotoqxonaga kirishda o'zini sanuzeli, bu yerda mana unitaz, vannalar. Vannani ham ko'ryapsizlar, juda ham zo'r. Santexnika mahsulotlari ham eng yaxshisidan ishlatilgan. Mana bu rakvinaga 5 baho, chunki toshdan, naturalniy toshdan qilingan ekan. Fenlar ham sifatlisi qo'yilgan. Hamma narsa qimmatbaho. Xalatlar o'z joyida, hamma xonada xalatlar bor. Bu xonaning yana o'zini shkafi bor mana. Bu joyda 2 kishilik, односпальный, ya'ni 1 kishilik kravatlar joylashgan ikkita. Yana bu tomonda shkaflar. Shkafdan ko'p narsa yo'q ekan o'zi ham. Balkonlar, mana bu tomon shuni Qorabog' mehmonxonasiga, sanatoriyasiga qaragan vid ekan endi bu tomon. Bu yerda mana televizorlar bor. Xo'p, chiqamiz endi. Keyingi xonaga kiramiz. Keyingi xonaga kirsak, bu yerda menimcha master bedroom ekan bu, kattalar yotoqxonasi. Xo'p, mebellari ko'p. Bu joyda yana televizorlarga ko'zimiz tushyapti. Mana bu tomonda nima bor ekan? Ha, bu yerda uni o'zini alohida garderobi bor ekan, qaranglar. Juda ham katta. Qoyil qolishimiz kerak. Xonada mana o'z ko'zim bilan ko'ryapman, baribir video yetkazib bera olmaydi. Juda ham premium, juda ham shohona. Mana ko'ringlar, dahshat ekan. Yorug'lik tabiiy derazadan tushib turar ekan, tabiiy yorug'lik bor ekan. Hayotimda bunaqangi dushni kattasini ko'rmadim, lekin juda ham keng ekan. Hamma yo'q oliy darajada sochiqlar, xalatlar, kosmetika mahsulotlari mana bu yerda. Qoyil. Menimcha mana bu sovun ham rosa sifatliga o'xshab turibdi. Chunki bu yerda arzon narsa ishlatilmaydi. Sababi bu yerga yaxshi muvaffaqiyatga erishgan insonlar dam oladi. Axir ularga narxiga yarasha narsa qo'yish kerak. Mana bu joyda esa o'zini oshxonasi desa ham bo'lar ekan. Bular mana toshdan qilingan rakvinalar. Bu yerda mana mana bular ko'rishingiz mumkin. Qoyil qolish kerak. Hamma narsa o'ta ham ideal darajada. Xonalar prezidentskiy xonasi skvoznoy ekan. Mana ikkala tomonda ham derazalar bor, balkonlar joylashgan. Chivinlar kirmasligi uchun mana setkalar qilib qo'ygan. Hamma xonada bor u. Setkalar. Xo'p, bu xona tugamayapti o'zi. Bu xona o'zi bir dunyo ekan. Menimcha tugadi deb o'ylayman. Aylanib chiqdik. Demak, bu xonada 4 kishilik ekan. 4 kishi bemalol yashaydi ekan. Mehmonxona lobbisiga yana qayta tushdim. Bu joyda mana o'zini kutubxonasi bor ekan. Bu yerda endi adashmasam ozarbayjoncha kitoblar, lekin o'zingiz kitoblar olib kelsangiz, bemalol mana shu joyda o'qisangiz ham bo'ladi, o'tirib. Mana bu joyda bar bor ekan. Bardan suvlar olib, o'z xohlagan. Endi bu yerda hozir morojnilar bor ekan. Assortiment juda ham oz. Bu joyda o'tiradigan joylar juda ham chiroyli, kofe, choy yoki yana boshqa narsalarni aytib, bemalol ichib o'tirishingiz mumkin. Bu yerda detskiy plashatka bormi? Bu yerda mana bolalar bilan keladiganlar uchun sanatoriyaga o'zi hech kim bola bilan kelmasa kerak-ku. O'ynaydigan, o'tiradigan joyi ham bor ekan. O'ynatadigan.
Kishi salonida Ha, bu yerda demak sartaroshxona ham bor ekan mana. Undan keyin stol usti o'yinlari ekan, narda bor ekan, shashka bor ekan, shaxmat o'ynasangiz bo'lar ekan mana. Vaqtdan unumli foydalanish uchun stol usti o'yinlari deyilgan bu sinema. Bu ishlaydimi bu yer? ishlaydi. Ha, ishlar ekan. Mana yerda endi market bor ekan. Bu yerda suvenirlar, o'ziga kerakli narsalar, mayda-chuyda narsalar. Suvenirlar, yana futbolka degandek, sumka degandek shunaqangi narsalar olish mumkin. Ro'mollar. Narxi biroz qimmat bo'lishi aniq endi bu yerda. Mana aptekasi ham bor ekan. Kimga qanaqangi dorilar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu joydan bemalol olishi mumkin. Bu joyda kech payt живой muzikalar, pianinolar cholib, shunaqangi konsertlar o'tkaziladigan joy ekan. Bemalol dam olib, xohlagan paytingizda chiqib, mana shu joyda tomosha qilib o'tirishingiz mumkin. Bu joy eng asosiy narsasi naftalanma terapiya markazi, ya'ni neft vannalari. Mana shu xonalarda joylashgan, lekin afsuski ichkariga kirib video ola olmaymiz. Sababi odamlar hozir bu yerda vannada yotishibdi. Juda ham madaniyatsizlik deyman, shuning uchun o'zlaringiz bilasizlar. Yosh kattalarga mana bilyard ixlosmandlari uchun bilyardlar bor ekan. Bilyard pulli, parali. Platniyda? Ha, soatiga bog'liq ekan. Necha soat o'ynashiga qarab, hozir endi bu Nodirbek narxini bilmas ekan mana. Kiyalarni qaranglar, dahshat ekan. Premium. Mana hozir endi fitness zaliga kirdim. Fitness zalini ko'ramiz. Qanday nimalari bor? Sog'lomlashtirish uchun. Haligi xullas mana uni tushundinglarmi, yo'qmi? Har xil oyog'i og'riydigan kasallar uchun mana ularda oyoqlarini yaxshi rivojlantirish uchun zo'r bu yerda mana fitness jihozlari bor ekan. Yaxshi. Ko'p narsa bor ekan. Endi bu tomoniga o'tamiz. Texnogymda yuguradigani bor ekan. Mana Texnogym dunyodagi eng qimmat brend hisoblanadi. Bular ham Texnogym ekan. Zo'r demak. Eng qimmati bu va juda ham sifatlisi. Mana ko'ringlar. Har xil fitness jihozlari bor. Zo'r ekan sharoitlar. Reseptiondan kelib turib siz hujjatlaringizni bersangiz, mana shunaqangi xonalar bor. Salom. Fizioterapiya, reabilitatsiya, mana shu xonalarda har xil to'k, yana shunga o'xshash lecheniyalarda har bitta xonada o'zi chaqiradi, ismi familiyasiga qarab salom. Shunaqa bo'lib, hamma dardlaringiz mana shu yerda qolib ketadi inshaalloh. Mana bu joyda mana juda ham ko'p narsalar bor ekan, qaranglar. Hidroterapiya, elektroterapiya, magniterapiya, radar terapiya, ultraterapiya, idman terapiyasi, hamma kardio fitness, hamma juda ham ko'p narsalar bor ekan. Qarabağ Resort Spa mehmonxonasining ham ichiga kirdim. Mana hozir resepsiyonda turibman. Bu mehmonxona juda ham hashamatli bo'lib, yuqori tibbiy xizmat, professional doktorlar va sokin dam olish maskani, mazali ovqatlar va hamma tomonlama eng qulayliklarga ega bo'lgan mehmonxona hisoblanadi. Bu mehmonxona Naftalandagi birinchi o'rinda turuvchi mehmonxona. Eng qimmat ham, eng zo'ri ham, eng chiroylisi ham va englariga nima munosib bo'lsa, aynan mana shu mehmonxona bu nominatsiyalarga loyiq. Hozir birinma-ketin sizga bu mehmonxonani tanishtirishni boshlayman. Biz hozir Qorabog' mehmonxonasini mana koridorda ketyapmiz. Koridori ham juda ham shkarniy ekan. Bagati, hozir mana ichini ko'rsataman. Bu tomonlarni keyin ko'ramiz. Bu xonaning nomi Grand Deluxe deyilar ekan. Standart xonadan bitta yuqori o'rinda turuvchi xona. Xonaning kvadrati necha kvadrat metr bu? 35 kvadrat metrdan tashkil topgan ekan. O'zi Qorabog' mehmonxonasida 135 ta xona bor ekan. Hammasi balkonlar mavjud ekan. Mana hozir balkonni ko'rsataman. Juda ham chiroyli manzara. Televizorlari juda ham katta. Hamma sharoitlarga ega. Mana pokiza, tozaligi ham yaxshi. Bu yerda mana hozir sanuzelini ko'rsataman. Sanuzeli stadion bilan teng ekan o'zi ham. Juda ham katta. Mana dush, lekin dushi biroz kichikroq ekan, lekin hech narsa qilmaydi. Lekin kvadrati juda ham katta. Mana buni qaranglar. Juda ham zo'r ekan zali. Endi hozir boshqa qavatga chiqamiz. Bu mehmonxonalar juda ham sokinligi bilan, premium muhitga ega bo'lganligi, hashamatliligi bilan ajralib turadi.
Biz hozir junior suite xonasiga kirib keldik. Birinchi mana sanuzelidan boshlaymiz. Buni ham sanuzeli juda ham katta, qo'yil qolishi kerak. Mana ko'ringlar, lekin dushi bundan ham biroz kichkinaroq. Bu xonaning razmeri 45 kvadrat metrdan iborat ekan. Bu xonaning Grand Deluxe xonasi bilan farqi mana shunaqangi mebellari borligida va xonaning razmerida. Tashqariga chiqib o'tirmadim. Juda ham chiroyli manzaralar ko'rinadi. Xonalar qancha kategoriyasi yuqorilashib borgan sari narxi ham shuncha qimmatlashib boraveradi. Hozir mehmonxonada faqatgina mana shu ikkita kategoriyadagi xonalar bo'sh bo'lganligi sababli aynan mana shu xonalarni ko'rsatdik. Yana boshqa standart, ya'ni bundan da yuqori mehmonxonalarda xonalari bandligi uchun ularni ko'rsata olmadik. Lekin shunga o'xshash xonalar bo'ladi. Agar siz qimmat atmosferani, qimmat muhit, yaxshi professional xizmatni, servisni xohlaydigan bo'lsangiz, aynan Qorabog' mehmonxonasini tanlashingizni tavsiya qilaman. Biz hozir mana endi lichener oladigan tomoniga aylanib kiryapmiz. Dizaynlarni shunchaki yorib tashlashgan ekan o'zi ham. Qaranglar qanaqangi lichener olishingizni hammasini yozib qo'ygan, xonalarni, nomerlarni, juda ham chiroyli muhit, atmosfera. Afsuski hozir videoni olishda to'xtatishim mumkin. Chunki bu yerda lichener olyapti turgan insonlar bor. Juda ham chiroyli ko'rinishga ega ekan. Dizaynlari dahshat. Bu joyda ham chap tomonda, o'ng tomonda lichener oladigan xonalar bor. Endi afsuski ichkariga kirib ko'rsata olmayman, sababini bilasizlar. Odamlar endi lichener olib yotishibdi. To'g'ri kelmaydi videoga oladigan bo'lsam. Lekin juda ham sifatli. Bu mehmonxonaning zali, o'tirib dam olish joylari bor. Kechki payt bu yerda живой muzika bo'lar ekan. Bu yerda endi rahbarlar gaplashib o'tiribdi, menejerlar adashmasam. Biz hozir restoran tomonga qarab ketyapmiz. Mana restoranga kirib kelish. Bu joyda ovqatlari zo'rligi bo'yicha, ovqatlarning xilma-xilligi ko'pligi bo'yicha juda ham ko'p sharhlarda eshitganman. Salom. Mana hozir ujinga tayyorgarlik ko'ryapti ishchilar. Mana shu yerlar hali ovqatlari to'la bo'ladi endi. Tasavvur qiling, mana shu yerda dahshat ovqatlar turibdi. Hayollaringizga, fantaziyalaringizga nima kelsa hammasi bor. Kelmagani ham bor, eng qizig'i. Juda ham chiroyli mana bu. Mebellari ham ancha yaxshi ekan. Keyin mana bu derazalarda yonida bemalol tomosha qilib, tashqaridan ovqatlanib o'tirishingiz mumkin. Salqingina shunaqangi shinam ekan. Mehmonxonaning yana boshqa tomonlari bilan tanishtirib o'taman. Bu yerda stol tennis bor ekan. U tomonda lichener olishyapti. Bu yerda mini marketi bor. Bolalar maydonchalari bor, fitness zallari bor ekan mana. Faqat 16 yoshdan kattalar uchun. Lekin fitness zali jam unaqa katta emas, kichkinagina, lekin eng yaxshi, dunyoda eng qimmat va eng sifatli o'rinda turuvchi Techno Gym fitness jihozlari bilan jihozlangan ekan. Pokizaligi yaxshi. Boshqa mehmonxonalar bilan farqli ravishda Qorabog' mehmonxonasini tashqari tomonda shunaqangi tashqi basseyni bor ekan. Maydoni ham kattagina, bemalol miriqib maza qilib cho'milish mumkin. Mana bu tomonda mana chilar mehmonxonasi ko'rinib turibdi. Bu tomonda esa mana Qorabog' mehmonxonasining fasad ko'rinishi, tashqi tomoni. Rosa ham chiroyli mehmonxona. Har bitta xonaning o'zini balkoni bor. Dahshat chiroyli. Mana do'stlar, biz safarimizdan o'z nihoyasiga yetyapti. Naftalanda maza qilib, sayohat qilib, davolanib, damlarni olib endi qaytyapmiz. Xudo xolasa endi aeroportga ketyapmiz. Keyin shu bilan Toshkentga uchib qaytib ketamiz. Safarlar yaxshi bo'ldimi, Ikrom aka? Zo'rmi? Mas'ala guruhlaringga qatnashadi. Ha, bo'ldi ana. Bo'ldi. Yo'qdimi, yaxshimi? Zo'r, xohishim esa bo'ldi. Ha. Xudo xolasa, iloyim. Sizlar fikrlaringni bildiringlar. Nima deysizlar? Siz o'ylagandan ko'ra yaxshimi yo? Ha, ziyodami? Ha, yaxshi, xudoga. Siz ham. Qanaqa nima kutgandingiz? Boshida kelgan Fikr, taassurotlar. Ha. tasavvurimizni nima qilib bera olmaymiz. Ana, ko'ryapsizlarmi? Shunaqangi sayohatlar bo'ladi Aldos Travel'da. Fikrlaringiz? Ha. Ayniqsa Qorabog'da tarix topildi. Ha, juda ham bor. Gabala. Gabala. Gapiringlar. Paraxodlar, Ekskursiyalar, ha? Hammasi. Fikrlar. Rosa mazza qildik. Zo'r lichenerlarni oldik. Hamma lichenerlarni olib ketyapmiz farzandlarimiz yoniga. Sog' bo'ling, Dastombek. Yana shunaqa turlardan, sayohatlardan ko'paytiravering. Hamisha birga O'ynab yuraveraylik. Nargiz opa, fikrlaringizni bir yana kelish nasib qilsin. aytganingiz kelsin. Amin. Qisqagina. Zo'r bo'ldi. Mana bizni hamsafarlarimiz fikrlaringizni eshitamiz Naftalan haqida. Safarimiz bilan kelishadi. Kutilmagan holda bu kompaniya bu
gruppa qo'shib Ha, qo'shilib qoldik. Asnoviy mana Doston. boshlovchisi Doston ekan. Dostonga menga katta rahmat. Bizni ham begona qilmay olib yurishdi. Arzon hamma joyda sizlarni budjetning kadrlarini o'ylab jon bergan yigitlar ekan. Omadini bersin, ruxsat etsin, davlatga qo'shilinglar. Rahmat. Rahmat sizlarga ham. Aytganinglar kelsin ilohim. Osanna gruppasiga yursangiz adashmaysizlar. Rahmat, sog' bo'ling. Fikr mulohazalar, gapiringlar. Aytganingiz kelsin. Siz Amin. Aytganingiz kelsin. Zamira xola yana sizga murojaat qilyapmiz endi. Siz fikringiz rosa qiziq, zo'r bo'ladi doim. Yaxshimi? Yaxshi, Alloh. Nazira xola, siz birinchi marta biz safimizga qo'shilishingiz. Yaxshi dam oldi. Taassurotlarim yaxshi. Mazza qildik. Gruppadagilar hammasi tanish uchun mazza qildi. Sheriklar ham yaxshi bo'ldi. Yana safarlarga chiqadigan bo'lsak birga chiqishni Xudo nasib qilsin. Aytganingiz kelsin. Joningiz sog' bo'lsin. Ko'p joylarga olib borishni nasib qilsin. Rahmat. Rahmat. Duo qilib turinglar. Mazza xola. Fikrlaringiz o'rtoqlashsiz. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Judayam mazza qildik. Biz o'ylagandan ham yaxshiroq. Ekskursiyalar ham zo'r bo'ldi, ana kemalar. Ham o'zimiz davolandi, lecheniyalar oldik, ham damlarni oldik. Judayam mazza qildik. Rahmat aytganingiz Yana bor kelsin. edik iloyim. Rahmat. Nigor opa, fikrlaringiz. Amin. Alloh akbar. Aytganingiz kelsin. Sog' bo'linglar. Mas'ud opa, Farid opa, bir fikrlaringizni. Biz har doim sayohatchilarmiz. Eng yoqqani nima bo'ldi Assalomu aytaylik? alaykum aka. Yaxshimisiz? Eng yoqqani yaxta bo'ldi. Mazza qildik, Xudoga minnatlaşib turganiga. Yana eng yoqqanini ayting, oshxonalar bo'ldi. Eng yoqqani eng yoqqani lecheniyalar bo'ldi. Yoqmagan narsa bo'lmabdi, hamma yaxshi. Rahmat. Sog' bo'linglar, hamisha yana birga o'ynab yuraveraylik. Yana bunaqa safarlarni Amin. Aytganingiz kelsin.